Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, sizlar uchun maxsus tayyorlangan video bu. Albatta buni ko'rmasangiz bo'lmaydi. Optim narxlarda mana patinka postavka, dazmol stul, usta Nodirbek akaning oldiga keldik. Assalomu alaykum Nodirbek aka. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Sizsiz? Aka, mana bu patinka postavkalarni, dazmol stullarni bir tanishtirib o'ting endi. Xudo xolasa, obunachilarimiz soni ham ko'payyapti. Albatta arzon narxda qo'yib bersangiz, xudo xolasa obunachilarimiz xursand bo'ladi. Xudo xolasa siz obunachilaringiz uchun skidkalarimizni ham qilib beramiz. Xudo xolasa. Hozir bu yevro variantdagi oyoq kiyim postavkamiz. Hop. Oldilari LMDF dan bo'lgan. Polkalari turibdi. MDF bo'ladi, laminat ishlatilmaydi xudo xolasa. Yaxshisidan hamma yo'g'i MDF bo'ladi. Narxlarchi aka bo'ladi? Narxlarimiz bo'ladi, siz obunachilaringiz uchun optim narxi 620 mingdan qilib beramiz. Optim narxi. Agar siz nomingizdan chiqsa, bitta olsa ham, 10 ta olsa ham, ana bir xil narxda bo'ladi. Qilib beraveramiz. Bunda ranglari mana oq, baloshniy, havorang, korishniymlar turibdi. Narxichi endi bo'ladi. Narxlari hammasi bir xil, rangi ham bir xil bo'ladi. Bizni manzilingiz qayerda endi Nodirbek aka? Hozirda Andijon mebel markazidamiz. Hop. Ishlab chiqarish joyi? Ishlab chiqarish joyimiz Strelka zapravkasining oldida. Hop. Nomerlaringizni yozib aytib o'tib keting aka. Nomerlarimiz 97lik 060 61 67. Hop. Endi bunimizchi aka? Bularimiz bor. Bularimiz ham xuddi shunaqa oldilari MDF dan 4 ta polkalik kirovkalari apparatda bo'lgan PVH. Oldilari narxlarchi aka bularimiz? Kraskalari ham gench turetskiy. Hech narsa bo'lmaydi ekan ancha munchaga. Ularning narxlarimiz optim narxi 420 mingdan. 420 mingdan. Endi yana ham ko'proq oladigan bo'lsa, hali optimchi akalar telefon qiladi-yu. Ularga tushib beradigan joyimiz bor o'zimiz. Xudo xolasa ularni ham kelishtirib qilib berasiz aka, rozi qilib xudo xolasa. Endi menda ham bir qiziq narsa ko'rib qoldim. Dazmol stolmi bu? Dazmolli stullarimiz. Sushilkasi ham bor. Sushilkalari bor. Taylari-chi aka, taylarni ham bir ochib ko'rsatib berasiz. Xudo xolasa. Bunichi narxlari? Buni ham 620 mingdan qilib beraveramiz. Bular ham apparatda bo'lgan, hamma yo'g'i. Chiqib qo'y, hali oddiy dazmolda bo'lmagan-a bu? Yo'q, dazmolda emas, PVH apparat. Ko'rdimda bir xil joylarda oddiy dazmollab hali uy dazmolida qilib qo'yayotganini ko'rdimda. Bunaqa emas-a bu? Yo'q, bizda unaqa emas, hamma yo'g'i apparatda bosilgan PVH. Menda bundan ham kattarog'ini ko'rib qoldim. Bu yana ham ja boshqacha ekan aka. Narxini oxirida ayting, faqat zo'r qilib tushuntirib bering aka buni. Bularimiz full MDF da bo'lgan, korpuslari MDSP, oldi fasadlari LMDF dan bo'lgan, kraskalar turetskiy gench. Mexanizmlarimiz ham eng yaxshilardan ishlatilgan. Xudo xolasa zo'r narsa ekan akalar. Men qiziqib qoldim. Uyga bitta olib qo'ymasam bo'lmaydi, xudo xolasa. Buni narxichi endi aka? Buni narxidan ham Mirzo buni yig'ishtirilishi chiroyli. Buni bitta oling, obunachilaringiz. Bitta qani aka? Xudo xolasa. Buni o'zi hamma yo'g'i knopkada bo'ladi. Knopkasini bosib tushirib, eshigini bekitib, qopqog'ini surib qo'ysangiz, chiroyli mebel olib yig'ishtirilib turadi. Shu akamiz ishlab chiqargani uchun bitta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi akalar. Kommentariyaga o'z fikringlarni qoldirib ketinglar. Narxi nech pul dedingiz? Buni siz obunachilaringiz uchun 1 100 000 mingdan qilib beramiz. Akalar 1 100 000 so'mga bitta like bosib ketinglar. Arziydimi, zo'rmi? E'tibor uchun hammaga rahmat. Shu kanalimizga bemalol obuna bo'lib, shu Nodirbek akamizga telefon qilaverasizlar. Albatta optim narxlarda qilib beradi. Rahmat Nodirbek aka. Salomat bo'ling. Xo'p.